Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zbek xalqining yuragini larzaga solgan yana bir mudhish falokatning shum xabari e'lon qilindi. Barcha fuqarolardan ehtiyot choralarini vaqtida ko'rishlarini hamda ogoh bo'lishlarini so'rab qolamiz. Hurmatli tomoshabin, videoroliklarimiz keng ommaga tarqalishi va kerakli joyga yetib borishi uchun video ostida like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Buxoro shahridagi ko'p qavatli uylardan birida xotin va ularning 2 farzandi jonsiz holatda topildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ularning o'limiga noma'lum ekologik zaharlanish sabab bo'lgan. Oila boshlig'i ichki ishlar bo'limi xodimi, ayoli esa mahalla raisi bo'lgan. Buxoroda is gazidan zaharlanish bilan bog'liq ko'ngilsiz hodisa sodir bo'ldi. Bu haqda Kun.uz manbasi xabar berdi. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsutdinovning Kun.uzga bildirilishicha, holat 2025-yil 23-noyabr kuni Buxoro shahrining Hamza ko'chasidagi ko'p qavatli uy xonadonlaridan birida sodir bo'lgan. Hodisa oqibatida 43 yoshli erkak, 40 yoshli turmush o'rtog'i hamda ularning 2 nafar voyaga yetmagan qizi vafot etgan. Sudga oid tibbiy ekspertiza mutaxassislarining dastlabki ma'lumotiga ko'ra, o'lim holatlariga noma'lum etiologik zaharlanish oqibatidagi o'tkir nafas va yurak-qon tomir faoliyati yetishmovchiligi sabab bo'lgan. Kun.uzning aniqlik kiritishicha, oila boshlig'i ismi qisqartirilgan O.E. ichki ishlar xodimi bo'lgan. Turmush o'rtog'i esa mahalla raisi lavozimida ishlagan. Ularning o'g'illari o'sha kuni buvisining uyiga mehmonga ketgani tufayli tirik qolgan. Hozirda holat yuzasidan Buxoro shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. Avvalroq Andijonda ichki ishlar xodimi va uning voyaga yetmagan qizi is gazidan vafot etganligi xabar qilingan edi.